Umra safariga borishni rejalashtiryapsiz? Ishonchli firma axtaryapsizmi? Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon filialidan siz aziz yurtdoshlarimizga yuzlanyapmiz. Bizda shunaqangi imkoniyat borki, istasalaring ofisimizga kelib to'lov qilinglar, istasalaring Toshkent shahridagi ofisimizga tashrif buyuringlar, istasalaring ofislarimizning manzili to'g'ri kelmasa, Telegram orqali bitta qizil pasportlaringni tashab onlayn o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Eng asosiysi bizda barchasi qonuniy rasmiylashtiriladi. Pasport tashaganlaridan keyin Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga bank orqali zakolatlarni tashlab berasizlar hamda kvitansiyalarni qo'llaringga olasizlar. Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo barcha viloyatdan aloqaga chiqishlaring mumkin. Hattoki qo'shni Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga biz ajoyib imkoniyat yaratib qo'yganmiz. Telegram orqali pasportlarni tashishadi, bir kun oldin kelishadi, gaznitsalarini o'zimiz hisobimizdan bir kunligini to'lab beramiz va albatta bir kun dam olib ertasiga uchib ketishadi. Ajoyib imkoniyatlar faqatgina Centrum Holidays aynan bizni kanallarimizda bo'ladi. Inshaalloh ajoyib chegirmalar bor. Vodiydan 915 dollardan, 925 dollardan, Toshkentdan 875 dollardan chegirmalarimiz bor. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gaznitsa. Makka Mukarramada esa aziz yurtdoshlar 700-800 metr masofadagi gaznitsa. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Ravza-i Sharifga tashrifdan ham xavotir olmasalaring bo'ladi albatta. Xudo xolasa, undan tashqari aziz vatandoshlar, inshaalloh yuqori yillik, tajribali, malakali ellikboshlarimiz ham safar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal ota-onalaring umra qilish uchun yelkadosh bo'lishadi. Va aeroportda kamzil, bejik, sumka hamda vizalar beriladi. Hamda ota-onalarning qiynalmasligi uchun vodiydan uchadigan reyslarimizga mana shunaqangi yostiqchalarimizni tekinga bonus sifatida, hadiya sifatida taqdim etiladi. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlari ham beriladi. Endi chegirmali narxlarimizga keladigan bo'lsa, 7-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizni 875 dollardan vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa 975 dollardan. 7-Namangan Madina yo'nalishidagi reysimizni vizalaring bo'lsa 915 dollardan, vizalaring yo'q bo'lsa 1015 dollardan. Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz 8-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz vizalaring bo'lsa 925, vizalaring yo'q bo'lsa 1025 dollardan qilib beramiz. 16 Farg'ona Jidda, 22 Farg'ona Jidda, 29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni vizalaring bo'lsa 950 dollardan, vizalaring yo'q bo'lsa 1050 dollardan qilib beramiz. Chegirmali narxlar faqatgina bizning kanalimizda 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Videomizga like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga jo'natinglar. Arzon narxlar faqatgina bizning kanalimizda. Xudo xolasa, sizlar uchun juda ham chiroyli sharoitlar tayyorlaganmiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib, o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Ekrandagi raqamlar xizmatlaringda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.